Yangi kiyimchalarni raspakovkasi. Bu safar уже kiyimlar maniki emas, qizchamniki. Ani qizchamga, ya'ni Aliyaga sovg'a sifatida buvijonisi jo'natdilar. Boshlaymiz. Birinchi bu bunaqa komplekt, shorti, futbolka, koftachka. Juda ham asal, Aliya yaxshi ko'rgan rangda. Aliyani почти hamma narsasi rozvoy. Kстати, уже bugun ko'chaga kiyib chiqdi. Keyingisi bu yangi uzun body ishtoni. Hozir kunduzi juda ham issiq to'g'ri, lekin kechga yaqin bolajonlar bilasizlar so'qotib qoladi. Biz futbolkada yursak ham ularga salqin. O'shanga juda ideal to'g'ri keladi bu kiyim. Buni ham kecha o'zi kiyishga yugurdi. Buni yana oppoq rangi ham bor. Keyingisi bu yana ko'ynecha, shortikchasi bilan. Bu shortikcha bilan o'zi Aliyaga ko'p obrazlar yasab tashladim. Dadam rozvoy kombinezon bantikchalari bilan asal. Hozir menga prям eng yoqan ko'ynechani ko'rsataman. Juda Aliyaga shunaqa asar turdi. Mana bu oppoq muslinovoy ko'ynecha. Kiyganda Aliyada shunaqa chiroyli turdi, tasavvur qila olmaysizlar. Aksessuarlarni oxirida ko'rsatmoqchi edim, no mana bu boshga taqadigan aksessuar bilan taqdi. Shunaqa asal bo'lib ko'rindi. Keyingisi bu futbolkali bodichalar, belini yopib turib, yozgi ideal shortilar bilan. Mana bu bodini, mana buni shortiga bilan ham kiyib ketsa bo'ladi, qaranglar. Aksessuarlarga o'tamiz. Mana bunaqa panamachka. Aliyaga ozgina katta keldi, lekin уже avgustlarga, или yoz o'rtalariga уже zo'r to'g'ri keladi. Aliyaga prям juda ham kerakli narsa va razmer ftoch bu mana bunaqa panamka. Shunaqa asal, juda ham kiyganda Aliyaga prям boshiga o'tirdi, shunda u uchun tikilgandi. Unga juda ham kerak edi mana shunaqa panamka. Maza qilib kiyib yuradi. Keyingisi karameldan mana shunaqa bantikchalar. Karamel brendi menga juda ham yoqadi. Xohladim, чтобы men bilan сотрудничество qilishligini. Keyingisi mana bunaqa shapkacha. Hozirgi havoga prям idealni quloqchalarini yopib. Buni jijilargina qaranglar. Надеюсь, Aliyaga kichkina kiyimdi, lekin asal prям. Men уже tasavvur qilib ko'rdim boshiga kiyganini. Keyin mana bunaqa naskichalar, shirin. Yana naskicha bordi, ularni уже kiydi. Dadadam. Qaranglar, как тапочки. Bu ham ozgina kattaroq keldi. Buni bu yoz уже oyog'iga to'g'ri keladi. Keyin yana 4 ta para oyoq kiyim bor, lekin к сожалению ular katta keldi. Ularni tepaga olib qo'ydim. Hozir olmoqchi edim, o'tga nikak bo'yim yetmas ekan. Надеюсь, sizlarga raspakovkam yoqdi. Yana ko'proq shunaqa videolar xohlasanglar, to like и подписка, конечно, qanaqadir kommentariy qoldirsanglar bo'ladi. Sovg'achilar uchun alohida Aliya Iman nomidan rahmat aytib qolamiz.